Sizlar yaxshisiz-mi? Bugungi sizlarga olib keladigan hikoyam bo'lsa, shu bola tarbiyalayotgan ota-onalarga nihoyat foydasi bor hikoya. Oxirigacha anglashinglarni umid qilaman. Undash men boshladim. Shu bir olim bor ekan, fan texnik olim. Bu olim bir kuni kallasini tajribaxonada o'tkazdi-da, bu olim o'zininki 24 soatini shu 70% vaqti bu olimniki buni tajriba qilib o'tkazdik bir yilda. Shuning bilan bu olim charchabdi. 4 yil 5 xizmat qilib nurg'un natijalarga erishgan odam ekanda bu. Bu bir fransiyalik olim ekan. Shuning bilan bu olim o'zini bir ta'til qilish uchun kallasini bir sayg'itish uchun shu sayohatga chiqadi ekan. Dengiz bo'ylari bor bir ma'lum bir sayohat shahriga. Sayohatga chiqib, yerda dengizlarni bilan ko'rib sayohat qilib, yerda aram yilib, shuna bir kuni o'rmonliq kirib bir tabiiy mundaq o'rmonning havosidan bir huzurlangisi kelib qoldi. Shuna bilan bu olim o'rmonliqqa kirib beqarab turib qilib rasmlar tortibdi, gullar tortibdi, uni tortibdi, buni tortibdi. Nurg'un qushlarning ovozidan huzur olibdi. Xilliliqi o'zining qalbimi shunda bir yo'rib qoldi-da, ana shu tajribaxonda siqilgan bo'lgan ekan. Shu o'rmonliqda minib ketib berib, barliq shu go'zallikka uchragan go'zalliklardan huzurlanayotgan jarayonda bu olimniki ko'ziga bir narsa tushib qoldi. Nima narsa tushib qoldi desa, aloqa bir pila deb bir pila qurut aloqa. Ma'lum bir vaqtdan keyin duglak g'o'zak yasab, ashdan ichida ma'lum bir kun tosh qo'zib kibinaga uchib chiqadigan bir bir ahvol bor. Hammamiz bilamiz buni kichik vaqtlarimizda setib uyda boqardik. Karobkada. Shu ashta bir daraxtimda qarasa, ashad bir duglak duglak g'o'zak bor ekanda. Buni qarasa, bu g'o'zakning ichida bir narsa tipirlab yotibdi. Qildi ekanda. Kichik to'shqachiqlik ekan. Naydi kichik bir to'shqachiqlik ekan. Bu to'shqning cho'nligini qandaq desak, hamda nayt kichik to'shak ekanda, hamda qandaq tasvirlashni bilmadim. Lekin qarasa bu olimdan qarasa, shu ichida ashulaqa kepinak hamda tipirlaydi-da ashada. Buning maqsadi shu to'shakni yo'g'antib ichib nima qilmoqchi? Uchib ketmoqchi ekanda, ashada tipirlaydi ekan. Ama o to'shakdan onun chiqib ketish ehtimoli ham nayt tuvan, kichikkan. Buni bu olimdan qarab turib, bunga bir 5 minutda qarab turib, bu qanaqa qilib kelsa, qanotga tipirlaydi ekan, qanotda dir qiladi ekan, to'xtaydi ekan. 12 sekund to'xtaydi ekan, yana qanaqa qilib ashdan turib, beqaraydi ekan, bir 30 sekundda qanot qiladi ekan, tipirlaydi ekan, yana to'xtaydi ekan, 10 sekund. 5 minut shunga diqqat qilib, har bir qitim ashta tipirlagan vaqtida iliq to'shigi nihoyatda ko'z bilan ko'ringisiz holda azroq yo'g'onaydigan iliq to'shik. Bunda ko'z bilan qarab turib, uning yo'g'onligini his qilolmagan bilan hamda o olim odamningki o'ziga ishloq birimda lo'paynaklar bor ekanmasmi yanchoqda. Shuni 5 minutda qarab diqqat qilib tursa, har bir qitim vaqtda hisoblash to'shishning atrofidagi bir tal ya 2 tal jipi uzildi ekanda. Shuna bu olim odamniki qolmasiga bir ishada bir mehribonlik tutib qoldi-da. Azroq yo'g'antib qo'ya qo'llarida. Deb, qo'lini olib berib, aytishni azroq yo'g'antib qo'ydi.
Yoğanda koygandan keyin bu ichidagi bu kepenek shunday qilib bir 5 yil shunday chiqarib tashlashdi. Lekin yana badani patmoqlar. Yana tipirlaydi ekan. Yana qarab turibdi 5 minut. Yana tipirlaydi ekan 30 sekund, 15 sekund dam oladi ekan, yana tipirlaydi ekan. Uning maqsadi yerdan chiqib ketmoqchi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin yana chiqib ketamayapti. Olim odam yana o'ylabdi. Men yana yordam qilayin dedi. Yana azroq yetib qo'yibdi. İşki gavjisini ravrus tishi qaritibdi-da bu. Baş qurilmasi havoga chiqib qopti. Endi buning keyin tarafi qanotlari cho'ng bo'lgandan keyin yana tirkishib qoldi ashuna ichida. Yana shundoq qanot qaqidi ekan, yana dam oladi ekan, shuni davomlashtiribdi. Olim odam yana qarab turibdi. To'xtabdi, buni qiynamaydi debdi. Bırak kolu yiyisipli çıkarırsın. Yoğan lejitipten. Bemalal çıkıp gidebilirken ahvalığa ekepti de. Ekepti ki bu kepeğine bütün bedeni çıkıptı deşağa. Şunda 4 mu 5 qitim kanat qıqıptı. Aslı bu normal ahvalda bununki yerden çıkıp lan lapildep uçup asman götürülüp çıkıp ketiş gerekti. Yani şundal kanat qıqıp çıkıptı. Yagi pop ko'chibdi. Yagi tushgan og'riq bilan qarab tursa bir 20 sekund bormay akali jon uzibdi. Endi bu uning o'ziga ushliq eg'irligi bor-da. Yagi chipla akali qanot qaqqan hasta bir 20 sekund atrofida jon uzibdi. Buningdan bu olim odam hayron qolibdi. Bu nima ahvol debdi. Bu zade kalist o'tmabdan bo'yicha bu kepenek qanotlari hammasi joyiga kelib bo'lgan. Ana ko'zimni ko'rib turibman. Lekin kuchanmay yeyib o'lyotdi. To'xtabdi, men bunda tajriba qilmasam bo'lmaydi deb sayohat qilgandan o'zining tajribasini qaytib ashunda pili quritmalarni setib kelib o'ziniki tajribasini baqqan ekan. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu peli qurit o'zini qo'ydi. O'zaklab bu duglak qiyofat kirganda yana bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin shu ichidagi peli qurit kepenak aylanib bo'lgandan keyin bu o'zi ichida tipirlab bir kichik to'shikni teshidi ekan. Dal shu vaqtdan boshlab bu odam shu mikroskoplar bilan kunda shu lapdan yezib nima bo'ladi, zot ber, nima ahvol bo'ladi deb kunda xatirlab ish qilmagan ekanda. Shuning bilan bu peli qurit oldi keyin olib kichik to'shikni ichib uning bu yoqiga bir 20 necha kunlarda bütün o'zining kuchiga tayinib shu to'shikni yo'g'antib, ichib yo'g'antirib chiqib ravus tajribaxonada puchib shurdi g'alati kapti. Keyin so'ngra bu odam o'zining shunday cho'q qilgan tajribalarga yuzib olgan izohlarga qarab o'lsa, bu peli qurit shu kepenak aylanib shu o'z pelikining ichida qanot qiyqayotgan vaqtida har qitim bir 30 sekund qanot qiyqib 10 sekund dam oladi-ku. Shuning ichidagi 30 sekund tipirlayotgan vaqtida buning shu qanotlari harakatlanib, buning bütün badanlariga shu mag'dur degan mag'durlanayotganda bütün badanlari, ustiqonlari shu qanot qiyqib shu to'xtab qanot to'xtab shu jarayonda buning ustiqonlari mustahkamlashadi ekanda, o'zining shu yo'g'on qantiga ravus kuchi yetkidek shu qanotni ko'tarib qiqib o'zini ko'taradigan holga egilish uchun bu kepenakninki shu o'ziga kuchli ustiqonlarniki mustahkam bo'lishiga, qetishiga buningki shu o'zakning ichida turib nurg'un vaqt qanot qiqish kerak ekan. Hesabda shu vaqtda pishirish uchun. Shuning uchun bu asli o'zining tabiatida bu
Aşı gözəknin aş kiçik töşkini bu aş özü aldırmayı bir jiptin üziş jarayonida mayli 30 gün kessin, mayli 90 gün kessin, mayli 1 yil kessin. Özü qachon o'zining kuchiga tayinib shuni yetilgan vaqtida buning o'zininki ustaxonlarimi nihoyatda kuchlangan bo'ldi ekanda, nihoyat mustahkam bo'ldi ekan. Uning qanchalik bo'lsa shu qanotni bemalol kontrol qila oladigan holga shu g'o'zakni o'zi qanchalik vaqtda yetsa shu vaqtga qadar o'zininki ustaxonlari bejirim bo'ldi ekanda. Bu odam o'rmonliq nima ish qilgan, qo'lda yo'g'olib yetib kelgan, ustaxonlari qatmagan, hech narsa hech qanday bo'lmagan holda shunday osmonga chiqqanda yeyib qo'l ko'chib bo'ldi. Bu endi bir rost bo'lgan bir kichik bir hikoya. Endi bundan biz nimani his qilamiz deganda, bu men shu farzand tarbiyasiga nihoyat tushdi ekanda bu. Bizim ata-onalarimiz beqib cho'ng qilgan har qanday bir ota-onaniki farzand tarbiyalashga bo'lgan dunyo ko'z qarashi o'xshamaydi. Har qanday ota-ona, ba'zi ota-onalar bak ko'ydi o'tadi, ba'zi ota-onalar yaxshi ko'rmaydi emas, yaxshi ko'radi, lekin nurg'un seni o'ziga qo'yib turadi. Ba'zi ota-onalar qaydadan ziyod yaxshi ko'rgan boshqa butun ishlarga qulaylik hozirlik turadi. Bu yerda biz tushunmoqchi bo'lgan narsamiz nima deganda, shu farzand tarbiyalashni xuddi shunga o'xshaydi ekanda. Farzandlarniki o'ziga qo'yib berish kerak qanday bir qiyinchilikni. Shu qanotni qiqib qanot pishgan vaqtida lekin ota-onamizdan ayrilsaqmi biz bemalol uchib ketalaymiz-da. Hozir ko'pincha ota-onalar farzandlarniki bir 90% gacha shu qilmishlarda ota-onalar yordam qiliqliqda hozir. Chunki ko'pincha farzandlar pul tepishdan nimaligini uqmaydi. Kiyim-kechakdan qanday kelganligini uqmaydi. Hammamiz ota-onalardan bo'layotgandan keyin ota-onalardan hammamiz ota-onamizdan keyin qolamiz umuman mumkin. Ota-onalardan keyin qolgandan keyin bu bemalol ucholmaydigan gap ekanda. Masalan, hozir tariximizga, o'zimizning atrofimizga qarasak, masalan, meningki buvamning deb birishicha, mening buvamning mazgillaridagi boylarningki bolalari dadamning mazgilida kambag'al o'tib ketgan bo'ladi. Masalan, dadamningki shu vaqtdagi og'illarning orasidagi boylar hozir kambag'alda. Chunki bu ko'pincha pul va oilalar pulning ko'pligidan hamda bemalol bo'lganligidan bolasiningki nurg'un yerlariga pul bilan shu osonlikni bermaydigan gap ekanda. Bir narsa esimizda bo'lishi kerakki, farzandga qaysi jihatda qulaylikni ko'proq berib kelgusida dal shu nuqtada farzand yiqiladi ekanda. Farzand qaysi jihatdan qulaylikni ko'p bersa, qaysi jihatdan ishlarining osonlashishiga biz ko'proq kuch chiqarib qolsak, farzand manzilida sizdan keyin qolgandan keyin jamiyat chiqqan vaqtda dal shu nuqtada u 100% shu kelganda yiqiladi ekan. Chunki uningda bu nuqtaga taqab o'tirish degan narsa yo'qda, chunki burun ota-ona qilib turayotgan narsa. Shuning uchun farzandningki ba'zi bir ma'vu quramiga yetish jarayonidagi ba'zi bir yiqilishlarga yordam qilmaganligimiz ota-onalarningki uni yaxshi ko'rmaganligi emas. Faqat shu nuqtada yiqilib turishni o'ziga o'rgansin deganligimiz ekanda. Chunki hozir biz o'sha qilganda shalaq hashlab uni o'rtog'izib qo'ygan bilan, siz ketgandan keyin farzandingizga hech kim shalaq hashlab o'ra tug'izmaydi. Shuning bilan u yiqilgan petim siz yo'q, ashunda yiqilgan petim so'rilib minib qolsa, sizning navringizning bay yashab ketish yo'q gapda. Shuning uchun hozirgi farzandingizningki ko'pincha ishlarga pul orqali ko'p yordam qilaversangiz, o'zingizniki kelgusidagi navri chavirlarga ziyni bor ekanda bu ishlarning. Shuning uchun farzand tarbiyasida
amal var ko'p joylarda joniga taqildigan ish bo'lmasa, ko'p joylarda farzand yiqilsa qarab turish kerak ekanda, o'zi qo'pab baqsin deb. Bu farzand yiqilgan vaqtida sizni ajab men yo'limda deb yomon ko'rgan bilan cho'ng bo'lgan vaqtida, ish chiqqan vaqtida sizga rahmat aytibdi. Hammamiz buni cho'ng bo'lib aqlimizni topganlar hammamiz mayli bizning ota-onamiz burun bizga qanday muomala qilgan bo'lsin, mayli yaxshi qaragan bo'lsin, mayli yomon qaragan bo'lsin, hamma bolalar ota-onasini aqli kirgandan keyin ota-onasini rozi bo'lishdi. Shuning uchun farzand tarbiyasiga mencha bu hikoya nihoyat to'g'ri bir yo'lni ko'rsatdi deb shuni sizlarga aytib keldim do'stlar. Yurak berishni unutib qolmanglar. Rahmat sizlarga.